kechir. O'zing kechir. Adashdim. Opajon bilan bekor urushib haydadim. Axir menga qancha yaxshilik qilgan. Ifora, aqlingni yig'. Oilamdan uzoqlashib bo'ldim. Endi yo'qotib qo'ymaslik uchun ham o'zim harakat qilishim kerak. Meni kechiring. Erkak kishi uchun ishlaydigan ayol emas, balki eriga mehr beradigan, e'tibor beradigan ayol kerak ekan. Men hammasini tushunib yetdim. Opajonga keladigan bo'lsak, ularni o'zim haydadim. Balki bekor qildimmi? Bilmayman. Jahl ustida nima deganimni ham bilmayman. Lekin to'g'ri hamda bizani oilada nima qiladi ular? Men oilamizni tanladim. O'zingni ayblama. Bu yerda sen aybing yo'q. Hamma ham xato qiladi. Erkak ham, ayol ham. Muhimi uni tushunib yetish. Tushunganingga xursandman. Men ota-onasi kimligini ham bilmagan, ona mehri hidiga sazovor bo'lgan, dedam ostonasidan umid bilan ularni kutgan, hayot zarbalariga duchor bo'lgan, zalolat botqog'iga botgan nafsning qurboni. Sinovlar kelganda irodasizlik qilgan irodaman. Gunohga botgan iroda. Baxtli bo'lishni xohlagan, yo'ldan adashgan baxtsiz irodaman. Baxtli, go'zal oilani buzishga sal qolgan kuchsiz iroda. Ya Rabbim, o'zing kechir. Tavba qildim, meni to'g'ri yo'lga boshla. Shuncha gunohim bo'lsa ham meni unutmading. Farzand bilan siylading. Garchi bu farzand gunoh ustida bo'lgan bo'lsa ham unda ayb yo'q. Yolvoraman. Uni mendan olib qo'yma, ya Rabbim. Endi meni to'g'ri yo'lga boshla. Tavba qildim. Shunday farzand tarbiya qilayki